Toshkentdan Moskva shahariga akalar opalar singillar endi esa haftada 6 kun amalga oshadi. Kimda-kim Toshkentdan Moskvaga shunaqa qonuniy reyslarda ketishdagida va kelishdagida bo'lsa, Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga bizda shunaqa avtobuslarimiz shart-sharoitlariga ega avtobus, zamonaviy, reysiy avtobus, davlat tomonidan qo'yilgan avtobus. Aka avtobus qulaylari yo'qmi? Chotki, molodets. Xudo xolasa. Yurtboshimizga rahmat. Rahmat. Aka sizga nima deysiz aka avtobus? Yaxshi, gap yo'q. Sharoitlar. Nechta pulga bilet oldingiz? 1 millionga oldik. 1 million 15 mingga siz Toshkentdan o'tirib, vokzaldan metro Katelniki Novoyasinga yetib borish. Qayerdan sizga? Qashqadaryo. Nima deysiz avtobus to'g'risida? Qashqadaryolik akalarimiz. Avtobus zo'r aka. Qulaylar yo'qmi? Yo'qdi aka. Sizdan-chi, do'da? Men Andijondanman. Anjoni qayerdan? Qo'rg'ontepadan. Qo'rg'ontepadan. Zo'r joy, gapi yo'q, sharoitlar Tavsiya zo'r. qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Oshnalarim ham keladi, ularga ham aytib kelganman. Adreslarni hamma yo'q zo'r. Do'stlar, bizda shunaqa reysiy avtobuslarimiz qonuniy davlat tomonidan shunaqa maza qilib, hozirgi kunda maza qilib kelib ketishingiz mumkin. Tanlovda adashmanglar.